Assalomu alaykum. Mana 2025-yil 23-noyabr kuni Buxorodan har yilgi xaridorimiz kelgan. Mana bizlarga ma'lumot berasiz. Mana bu gilos haqida ozroq ma'lumot berib o'tsangiz. Bu gilosdan men bir 8 yildan beri yetaman. Aha. Sorti Napolyon. Sorti Napolyon. Aha. Gavdasi ham zo'r. Ikkinchi yil hosilni yeysiz taraf. Men yetib qurib yuribman. O'zingiz bog'bonsiz a? Ay 35 yillik stajim bor bog'bonlik sizga. Joynashga bo'lmaydi. Qo'qon gilosdan farqi shuki, eksport bo'ladi bu. Kilosini 35 mingdan sotdim dedi. Ha, duvaylik bo'lmaydi. Hosili. Kilosi ham qimmat 30-35 ming so'mdan sotiladi. Eksport bo'ladi. Zo'r narsa. Narxi juda arzon, 35 mingga juda arzon-da. Arzon narxi yaxshi. Dehqonni adashmang. Mana bu haqida ham ozroq ma'lumot bersangiz. Adresini shug'iydi. Shavkati bog'i. Bu haqida ham ozroq ma'lumot berib o'tsangiz. Yo'q ana almalar, pinkili, Krepson, keyin Golden, hammasidan bor ana. Buni Pinkili ham bor. tagi qanaqa buni? Qancha hosilga kiradi bu? Tagi matishni. Aha. Ikki hozir ham ko'rsatadi. 40 kundan keyin ketadi u. Yo mashinaga yetganda tushadi ana bu nimalar. Aha. Xonani shoxlar. Aha. Haligi 2-yil обязательно 5 ta 10 ta solaveradi. Bu istanada o'tgan. Men endi buni 10 yildan beri to'shayman bu yerdan. Ha. Demak, bu yerda hammasidan bor-a? Hamma sortagi. Hammasidan bor. Любой xil. Shaftoli, zollori, qoroli, Shaftoli. ko'ksulton, tut, yong'oq hammasidan bor. Ana. Yong'oqlar pakana bo'yli, yupqa po'choqlik. 3 yilga soladi yong'oqlari. Mana barmog'imizdan qalin 1 yillik ko'chatimiz.